Chang'an Nevo A06lar chiqib, A07larni esdan chiqarib qo'ydik. Ammo lekin A07larni ham 26 modeli chiqqan. Biz esa shularni birinchilardan bo'lib olib keldik. Qarshimizda Chang'an Nevo A06ni oq va qoralardan olib kelib qo'ydik akalar. Ushbu mashinamiz 26 modelda 730 kilometr masofa bosib o'ta oladigan qilib chiqarildi. Ya'ni o'zi A07lar masofasi eng uzun elektromobillar bo'lib mashhur bo'lgan. O'sha mashhurlikni saqlab qolgan holatda endi 730 kilometr qilib chiqarilibdi. Ushbu mashinamizda jelezofosfat batareyka qo'yilgan 78 kWh va orqasi tortadigan 190 kWh, ya'ni 258 ot kuchiga ega bo'lgan motor jihozlangan va balon diskalari ko'rib turishingiz mumkin. Eng kattasidan qo'yilgan, eng fullidan, ya'ni ushbu pozitsiyamiz eng fulli hisoblanadi. 245 ga 45R19. Mashinamiz eng fulliligini ko'rishimiz mumkin. Head-up display bo'lsa 730 lik eng fulli hisoblanadi. Oldimizda Abagrev Abdov masajlari bor, bespirovodniy zaryadnikimiz bor, 360 kamera, 5 ta lidar. O'rtadagi ekranimiz 15:10 to'r bo'ladi. Tepasida splashnoy katta panoramamiz bo'ladi akalar. Bu mashinamiz 26 modeli o'tgan yili 9-oydan ishlab chiqarilishi boshlandi va bu mashinamiz A06larga o'xshagan liftbek hisoblanadi. Bitta ochsak ko'rishimiz mumkin. Bagaji o'ziniki 475 litr bo'ladi. Sideniyalarini agar tushiradigan bo'lsak, 1100 qancha deyam litr bo'lib ketadi. Ya'ni 1200 litrga yaqin joy bo'ladi. Mashinamiz to'liq elektrda. Buni 26 modelligini bitta isboti 9-oydan keyin chiqqan bo'ladi mana. 2025-yil 9-oydan keyin chiqqan. Bu mashinamiz 730 kilometr yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, A06lardan qimmat emas, 29500. Xohlasanglar oqini, xohlasanglar qorasini tanlashingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, ushbu mashinalardan birini xarid qilishingiz mumkin.